95 kilodan endi o'riqlab hozirgi holtimga tushgan 30 kilo deganmi ajoyib g'oyat zo'r bir sango. Boshqalar deydi o'yliq. Hech qanday jafo tatmaysiz, bek tez o'riqlaysiz deb men deyman. Bu o'riqlashning jafosi bu dunyodagi har qanday jafodan ajoyib jafoliq bir jarayon. Dastlabki 3 kunda men shunday xo'shal o'riqlan, qarsam kun jonga tushyapti, men eg'irliqim tushyapti. Shunday kayfiyatim yaxshi. 4-kunga borgan vaqtida uyimdagi tomlam bor, yeydigan narsa hamma ko'li. Dapanji xogo kuni o'z tomlarim g'ajab baqqim kelib ketgan. İçimde ye deydigan bir narsa. 5-kun borgan chog'da tuyuqsiz o'tirib, uyda pang etib yig'lab ketdim men. Bekadan bu nima bo'lganda desaylik biz o'riqlayotgan vaqtda dudan tan qilyapmiz. Bu dudan tan qilganda aslida bizdagi xo'shallik bu turmushimizdagi qanitlar badanga kirgandan keyin az bir qismi chekaga, qonga, mayga aylanganda qolgani bizniki bu hormonimizga ta'sir qilgan narsa. Biz endi biraqli dudan tan qilayotganki bu bizdagi xo'shallik hormoni yo'qolib ketdi ekan. Shunday ko'nglim yerim bo'lib yig'lab qo'ygan bo'ldilar. Ya bir semiz demisa, voz kechaychi, uruqmaychi bo'ldi deb shu holtimda buzib etkim keldi 5-kun. Lekin yana turib, men bu endi 28 yosh kirgan bo'lsam, bu semiz holtimda men bir umr o'tib ketamdi. Xalqlar ko'chalarga erim bilan chiqib qolsam, "Voyma, ochangmi yoki cho'ng'apangmi?" deb so'rg'il tursa, "Abtuzga chiqib qolsam, "Voy, ocham, mekazlar o'rin beraysilarga" deb hatto 40 yoshlik odamlarmi meni ochida vassa, kiyim og'il kirsam, "Ey qilib, siz kelgan kiyim nomer yo'q jinim" deb chiroylarini qo'y bilan bo'yin chiqarib do'konlardan qo'g'lavasa, men qachonga shu azobdan tatib o'taman. "Ey bo'ldilar chiday" deb, ya'ni atda chidab baqdim. Uni keyin 80 kiloga tushdim. Voy, 90 kilodan 80 kiloga tushgandagi xili cho'ng o'zgarish bo'ldi ekan-ku. Bu yer mayli bel aylanmangiz, yuzlaringiz, ingaklaringiz bo'lsin. "Hey, to'xta, yana bir chiday" deb, yana chidab 28 kun bo'lgan vaqtda endi rasmiy beshim qayib ketdi mening bir xil. Ishtimga degan nurg'un qurut kirib olgandek ko'zlarim imajima bo'lib, bu keyin o'ylab baqsaq, bu odamningki o'riqlash jarayonida bu ishchimizdagi jifonlar, masalan 10 kilo dediga 10 kilo jifon ayrilib ketganki, bu badanimizda shu yer kon qoladi ekan. Shu kon qolgan yeriga bu badanimizdagi jifonlar maytalab qildi ekan, to'xtamay. Maytalab qilib qilgandan keyin siz mayliq narsani yemay jim turib olgandan keyin u endi sizniki bu shinding nervlaringiz hujum qilib, shunga ancha-muncha beshingiz qaydigan, ancha-muncha ko'nglingiz yerim bo'ladigan, o'zingiz o'g'ingiz kelgan ahvollar hammasi normal ahvol bo'ldi ekan. Ben torlardan aqtirib, bu badanimga bu jifon lozim bo'libdi deb ancha-muncha masalan ganlan yo'q deysiz. Uning keyin mushkan go'ladim, quruq yelmishlardan jifon bor. Yo'q jifonlardan azoz to'liqlab qo'yib, yana sog'lom aşı yeyotgan narsalarimni yeb turib, men 3 oyda ham 30 kilodan ortiq eg'irligimni tashlab etdim. Uruqlash jarayoni yolg'iz qilishlaringiz, ko'nglingizni yerim bo'lishlari, bu ancha-muncha boshlaringizdan qayishtirib, hatto ketsi yozsangiz bo'g'ish badalaringizdan bir xil qurut o'mlaydi. Tırnaqlarımızdan uçtuğucu bir narsa mül. Jifon badanimiz aylandi ekan-ku, harakat qildi ekan. Endi biz anda sog'liq energiyani kontrol qilib, aqsilliq narsalarni yeb turib, o'riqlab qilayotgandik. Bu mayning yeydigan narsa yo'q, shu sizni yeydi ekan. Sizga hujum qildi ekan. Shu an siz o'riqlashdan voz kechaman degan vaqtingizda o'ylang. Men yomonmi, jifon yomonmi? Agar shu vaqtning o'zida qo'sqim yeb ketdi-ku, ichim pishib ketdi-ku, mening yavog'im kelib ketdi-ku deb yeysangiz, unda bu may sizdan yomon chiqadi. Siz menga o'riqlayolmaysiz. Avliyaning mahsulotini ishlatsangizmi, Van Hong mahsulotlarga tayansangizmi, beka o'riqlayolmaysiz. Agar shu vaqtning o'zida to'xta. Men jifonlarim badanda ortiq. Chunki mana dedim o'zingizning bo'y egizligidan 110 da appeqan. Chiqqansan sizning eg'irligingiz bo'ldi. Masalan men 1.60 m bo'lsam, mening eg'irligim 50 kilo bo'lsa, u meningki o'lchamlik eg'irligim. Unda inkasrayni yezib beqan. Sizning hozirgi eg'irligingiz necha kilo? O'riqlashga lozimmi, lozim emaskanmi?